Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Dam olish kuningiz xayrli bo'lsin. Biz bugun yana mehmondamiz. Meni ushbu libosda ko'rib hayron qolayotgan bo'lsangiz kerak. Har gal eshik taqillatganimizda biz faqat xonadonga emas, bir qalb olamiga qadam qo'yamiz. O'ylaymanki, bugungi suhbatimiz ham kutilmagan lahzalarga boy bo'ladi. Uning ijodi orqali biz millat ruhini taniganmiz. Uning ovozi orqali biz tarixni tinglaganmiz. Bugun mehmondamiz jamoasi o'zining betakror ovozi, milliy qo'shiqlari bilan sizning qalbingizdan joy olgan san'atkor. Turkman Milliy madaniyat markazi Qashqadaryo viloyat bo'limi rahbari, Do'stlik ordeni sohibi Umurzoq Qubatovning xonadonidan. Avvalambor bizga vaqt ajratganingiz uchun tashakkur. Juda ham yaxshi kayfiyatda o'tiribmiz. Ko'rib turibman, sizning ham kayfiyatingiz. Albatta, a'lo kayfiyatdaman. Dilraboxon ko'pdan beri aytib yurardingiz. Shu mehmondamiz degan, men o'zim ham ko'p kuzatib boraman, ko'rsatuvlaringiz juda yaxshi, chiroyli, xalq ko'nglidan bir joy oladigan qilib tayyorlaysizlar. Men o'ylab yurardim, qachondir menga ham navbat kelsa kerak deb. Va mana bugunga shu to'g'ri kelgan ekan, bugungi ko'rsatuv. Men juda ham xursandman, xush kelibsizlar. Rahmat, xushvaqt bo'ling. Aslida navbatni men kutdim uzoq oylar davomida. Agar esingizda bo'lsa, bu haqda juda ham avval aytganman va mana shu kunni biz intizorlik bilan kutdik. Va nihoyat mana shunga erishdik. Bugun mana shunday bir insonni xonadonida mehmondamiz. Umurzoq aka, biz sizni sahnada juda ham yaxshi bilamiz, lekin bugun bizga xonadonda, oila davrasida gaplashamiz. Endi Dilraboxon san'atkorlarni o'zida bo'sh payt kamroq bo'ladi-da. Hamma hali shanba, yakshanba kunlari uyda dam oladigan bo'lsa, aynan san'atkorlarga o'sha kunlarda xalq xizmati, to'y, ma'raka yoki tadbirlar, viloyatimizda mana juda ham tadbirlar ko'p. Shuning uchun bo'sh vaqtimiz kamroq bo'ladi-yu, lekin aynan bugun mana shu ko'rsatuv uchun biz bo'sh vaqt topdik. Xalq dam oladi bugun, siz esa xizmatdasiz. Lekin aynan biz uchun vaqt ajratdingiz. Ertalab uyg'onganingizda birinchi nima haqida o'ylaysiz? Birinchidan shu har kuni ertalab turganimdan bugun yana bir kun berding menga. Mana shu kunimni bir mazmunli, birovga bir foydasi tegadigan, bir mana shunaqa barakatli kun qil deb shukrona bilan boshlayman. Qolaversa, davlat ishida ishlayman, O'zbekiston davlat filarmoniyasini Qashqadaryo viloyat bo'linmasida. Mana shu ishga borishdan oldin albatta oilaviy mana shu dasturxon boshida o'tirib, keyin shu iloji boricha onajonim bor, qishloqda turadilar. 80 yoshga kirdilar. Onamdan bir telefonlashib, sog'ligini, hal ahvolini bilib, undan keyin ishga ketaman. Shu bilan ish kunimiz boshlanadi. Demak, birinchi bo'lib qiladigan ishingiz onajoningizga qo'ng'iroq qilish. Albatta. Juda ham yaxshi. Onajoningiz doim sog' bo'lsinlar. Bundan ham umrlari uzoq bo'lsin. Ilohim. Oila davrasida Umurzoq aka qanday inson? Jiddiymi yoki hazilkashmi? Bilasizmi, men o'zi yoshligimda juda ham bir jiddiy, unaqa qattiq qo'l. Keyin mana shu endi yoshimiz ham mana 50 ga qarab keldik. Endi hozirlarcha mana nabiralik, 5 ta nabiram bor. Farzandlarim, qizlarimni uzatdim, o'g'limni uylantirganman. Ha deb jiddiy bo'laverishim yaramaydi. Shuning uchun oilada farzandlarga, nabiralarga bir xushmuomala,
xushchaqchaqlik. Endi joyi kelganda qattiqqo'llik ham kerak albatta. Chunki qattiqqo'llik bor joyda tartib, intizom, boshqasi bo'ladi-da. Demak, hazilda ham, jiddiylikda ham me'yorini ushlaysiz. Shunaqa. Juda yaxshi. Rahmat, juda chiroyli javob bo'ldi. Sahna ortida ham insonning o'z olami bo'ladi, ya'ni shaxsiy hayotda. Albatta. Men bugun dam olish kuni bo'lgani uchun shunaqa savollar beryapman. Hobbingiz haqida gaplashsak, bo'sh paytlaringiz, sevimli mashg'ulotingiz. Kasbimiz ham nima deydi, xalq bilan ishlashimiz kerak-da. O'sha bir konsert bo'ladimi yoki to'y ma'rakami, asab bilan ko'p narsa bog'liqda. Shuning uchun ko'p bo'sh vaqtlarimda qishlog'imga ketaman, Chandirga. Qishlog'imga borib, o'sha sinfdoshlar yoki qarindoshlar bilan birga bo'lib, endi qishloqning hayoti boshqachada, cho'l hudud, toza havo, o'sha mol, qo'ylarni bir ko'rib, bir nima deydi, bir dilingiz yayraydi-da. Agar shaharda bo'lib qolsam, o'rtoqlarim bilan chiqib ko'p bilyard o'yiniga qiziqaman. O'sha bir asablarni tinchlantiradi. O'zingiz bilmagan holda o'sha harakat qilasiz, sportning bir turida u ham. Qolaversa, o'g'lim bilan ijod qilamiz. Mana uyimizda studiyalar, ovoz yozish uchun, ijod qilish uchun hamma sharoitlarni qilib qo'yganmiz. Ijod qilamiz. O'g'lim bilan, Bobomurod bilan birgalikda. Hali u studiyangizni ham ko'rsatasiz. Albatta. Hozir siz qishloqqa boraman dedingiz-ku, birdan ko'z oldimda mana shu siz gapirib berayapsiz. Qo'y qo'zilar, otlar, bu juda ham yaxshi odat. Biz ham juda ko'p harakat qilamiz. Shu qishloq joylarga, qir adirlarga chiqib ketgimiz keladi, lekin hech iloji bo'lmaydi-da. Mana siz borar ekansiz, sizda shunaqa imkoniyat bor ekan. Albatta. Juda ham baxtli inson ekansiz. Rahmat. Bu yog'i ko'klam, bahor, nasib bo'lsa bir Navro'z bayramlarimiz bo'ladi. Chaqiraman, kelasizlar jamoa bilan. Rahmat, albatta boramiz. Umurzoq aka, endi ozgina ijod haqida gaplashmoqchiman. Baribir ijodkor bilan ijod haqida ham gaplashmasak bo'lmaydi. Albatta. Mana san'atkor, umuman olganda xonandalar ichidagi dardini, ichidagi gaplarini so'z bilan gapira olmaganini kuy bilan, qo'shiq bilan aytishadi. Menimcha sizda ham shunday bo'lsa kerak. Qo'shiq qilib ayta olmagan gaplaringizni qanday ifodalaysiz? Endi san'atkor ahli juda ham to'g'ri aytdingiz. Shoirlar masalan o'sha dilidagini qalamga chiqarib yozadi-da. San'atkorchi, san'atkor o'sha qo'lida sozi bilan men ayniqsa o'zim ham mana shu shoirlarga ichimdagi o'sha gaplarni tushuntiraman. Qaysiniki chiroyli bo'lsa, qaysi tez yetib kelsa yuraklarga, o'shani olib keyin kuy bastalashga harakat qilaman. Juda yaxshi. Masalan, Qashqadaryoning go'zal qizlari degan shoirga tema beraman. Shundan o'sha qo'shiqlarimni ham o'sha bir kelib ketsangiz Qashqadaryoga degan qo'shig'im yoki Qashqadaryo odamlari degan qo'shig'imiz bor. Ya Qashqadaryo ayoli degan o'shalarni temalarini berib, shoirlarga shu yozdirib, musiqasi uni oldindan tayyor bo'ladi-da menda. Ichingizda. Shuning uchun musiqaga o'sha kelishtirib bergan bo'laman. Shoir yozib bergandan keyin shunday joyiga tushadi-da u. Modomiki shoirlar haqida gaplashar ekanmiz, qaysi shoir sizning ko'nglingizdagini chiqarib beradi? Va o'sha ko'nglingizdan chiqqan she'r, ya'ni ko'nglingizdan chiqqan qo'shiq eng sevimlisini albatta kuylab berasiz hozir. Endi bitta narsa bizda yurtimizda, umuman o'zbek zaminida o'sha bobokalonlarimiz she'riyat mulkini sultoni Mir Alisher Navoiy bobomizdan boshlasak, endi juda ulug' shoirlar, g'azalxonlar, mana shunaqa
bergan zaminda bu Qashqadaryo. Hattoki o'sha O'zbekiston qahramoni buyuk shoirimiz Abdulla Oripovlarni tarbiyalagan el bu. Hozirgi kunda ham juda ham ko'plab shoirlarimiz bor. Birgina Qashqadaryolik shoirlar bilan emas, mana Buxoroda yaxshi shoir do'stlarimiz bor. Xorazmda, Toshkentning o'zida, Jizzaxda ko'p shoirlar bilan ishlayman. Mani ko'proq she'rlarimni yozib berardi. O'ktam Sadinov degan shoir akamiz, Alloh rahmat qilsin. Juda ko'p she'rlarimni shu kishi yozib berganlar. Yashin aka, kitoblik Yashinjon degan shoir akamiz bor. U kishini ham ko'p she'rlarini aytaman. Azamjon ukamiz bor, o'zimizning Mirishkordan turkman yigit. U ham yaxshi she'rlar yozyapti. Endi shoir hozir shoirlar emas, san'atkorlarning o'zi ham shoir bo'lib ketdi-da, ko'pincha qarasangiz. Chunki ma'noli so'zlarni, satrlarni musiqaga joyiga qo'yish ham qiyin masalada. Shuning uchun o'zlari oson so'zlarni yasab olishyapti-da. Shu nimadan kompyuterdan chiqarishyapti. Endi bu asarlarni, u qo'shiqlarni baribir umri uzoq bo'lmaydi. Qandaydir sun'iylik baribir seziladi. Albatta. Shuning uchun shoir bilan bamaslahat bo'lsa asar uzoq yashaydi demoqchiman-da. Rost aytasiz. Har qanday ishni o'zining ustasi qilganda xalqning qalbidan joy oladi. Eng so'nggi paytlarda sizga yoqqan she'r haqida gaplashamiz. Uni qo'shiq qildingizmi? Qanday qo'shiq bo'ldi? Muxlislar qanday qabul qilishdi? Har yili mana shu yanvar, fevral aynan meni hayotimda ijod qiladigan oylarimda, chunki tadbirlar, to'ylar xalqimizda kamroq bo'ladi. Shu boisdan ijod qilib olamiz. Qo'shiqlar yozib, studiyalarda yoki syomkalar bo'lsa, syomkalarga tushib, mana shu 3 oy mobaynida va shu 3 oy qilgan ishimizni, yozgan qo'shiqlarimizni qolgan 9 oyga shuni xalqqa ko'rsatamiz, shuni ijro qilamiz. Taomni pishirib tayyor qilib kelganingizdan keyin uni tanovul qilish kerak-ku o'tirib. O'shani u tanovul hisoblanadi-da. Bizda qolgan oylarda shu xalqqa yetkazishga harakat qilamiz. Radio, televideniya yoki to'y ma'rakalarda. Endi men yaqinda bir o'sha Azamjon degan bir shogirdimiz bor, turkman yigit u ham. Bir O'zbekning suyukli turkman o'g'liman degan tema bergan edim. Qanday chiroyli ibora. O'zbekning suyukli turkman o'g'liman. Kuyga solib hali endi ishlab boshladim. Shu zaminda kindik qonim to'kilgan, nonu tuzum, rizq nasibam ekilgan. Millatim turkmandir, tilim o'zbekdir, O'zbekning suyukli turkman o'g'liman. Xalqim o'ynang sho'x kuy, jarang sochdi. Men gapirsam baxt iqbol kulib boqdi. O'zbekiston ko'ksimga yulduzlar toqdi. O'zbekning suyukli turkman o'g'liman. G'ururlanib ketaman xalq suyganida. Dilim yayrar baxtiyorlik tuyganida. Boshga do'ppim belqars chopon kiyganda O'zbekning suyukli turkman o'g'liman. Yurt boshimiz tilak imkon bor qo'lda. Allohim madadkor men nurli yo'lda. Shoir azam hurmat topdim shu elda. O'zbekning suyukli turkman o'g'liman. Qanday ajoyib. O'sha shoir ukamizga bizning jamoamiz nomidan, butun o'zbek xalqi nomidan katta tashakkur bildirib qo'yasiz. Yuraklarni titratadigan qo'shiq bo'ladi albatta. Albatta, niyatimiz shunaqa. Siz mana necha yillardan beri ijod qilasiz, Umurzoq aka? Necha yil bo'ldi ijod boshlaganingizga? Endi 93-yilda qishloqda, Chandirda maktabni tugatib, 11-sinfni
93-yilda Qarshi san'at bilim yurtiga hozir musiqa maktabi bo'lgan san'at maktabiga o'qishga kirganman. Shu 93-yilda birinchi qadamni Qarshi shahridan birinchi qadam qo'yib, shu ijodni ham o'shandan boshlaganmiz-da. 4 yil u yerda o'qidik. Undan keyin Qarshi davlat universitetini musiqa yo'nalishida o'qidim va mana shundan beri mana ijod qilib shu Qarshi shahrida yashab kelyapmiz. Bu savolni nega berdim bilasizmi? Juda uzoq yillardan beri ijod qilasizda. To'g'ri, boshida sahnaga chiqqanda har bir san'atkorda kuchli hayajon bo'ladi. Albatta. Shu hozir qanaqa shu hayajon qanday darajada? Hozir ham bor albatta, to'g'rimi? Albatta. Endi hayajonsiz san'atkor emas. Albatta bu deyishadi. San'atkor 70-80 ga kiradimi? U professionalmi yoki havaskormi? Hammasida ham baribirchi bir sahnaga chiqquncha hayajon bo'ladi. Qolaversa mana bu kamerani qarshisiga o'zini bir savlati bor deymizmi? Hayajon bosadi odamni baribir. Shuning uchun hayajon bo'lib turadi. Bir chiqib, 1,5 qo'shiq aytib moslashib olamiz. Ana undan keyin hayajonlar yo'qoladi. Sahnaga chiqishdan oldin ichingizda aytadigan bir sehrli so'zlar bo'ladi-ku. Shunaqa so'zlaringiz bormi? Endi qarangda, mana o'sha hindlarni buyuk san'atkori Raj Kapur sahnaga har chiqqanda u katta sahna bo'ladimi, kichkina sahnami, shu sahnani o'pib chiqar ekanda. Shuni aytaman-da. Shu tizalab sahnani bir o'pib keyin chiqar ekan. Endi bu sahna muqaddas. Dargohda bu muqaddas hisoblanadi. U qanaqa sahna bo'lishidan, u katta sahnami yo kichkina sahnami bir narsa hech esimdan chiqmaydi. Shu 93-yilda Alloh rahmatli otam shu olib keldilar meni. Fayzulla Islomov ustozim bilim yurtini sahnasida meni eshitib ko'rmoqchi bo'ldilar rubob bilan va meni chaqirdilar yonlariga sahnadan turib. Men shu sahnaga zinadan chiqmasdan pastroq sahna edi. Birdan sahnaga sakrab chiqibman-da. Shunda ustozim tushirdilar meni qaytibda. Bolam, mana zinapoyadan kirib kelgin. Mana ko'rdingmi? Birinchi qadamni mana noto'g'ri bosmagin. Mana sahnaga o'zini yo'lagi bor chiqib keladigan. Deb mana shu narsa meni birinchi sahnaga mana ustozimning gapi qulog'imda jaranglab turadi-da. Shu sahnaga chiqishdan oldin shu ustozlarni bir eslab, haqlariga duo qilib, o'zing kuch-quvvat bergin, uyaltirmagin deb mana shunday sahnaga chiqamiz. Fayzulla ustozimizni biz ham juda yaxshi bilamiz, juda yaxshi taniymiz. Mehmondamiz ko'rsatuvining bir soni, ya'ni 1-oktyabr ustozlarga atalgan soni Fayzulla akaning xonadonida olingan. Fayzulla aka bilan juda ham qiziqarli suhbat bo'lgan edi. Albatta, ustoz bilan zerikmaysiz-da u odam bilan o'tirsangiz. Gapga ham boylar, u kishini endi shogirdlari ham butun jahonda kezib yuribdi desak bo'ladi. Men o'zim endi opera yo'nalishida tahsil olganman ustozdan. Bu milliy ijroga keyin qo'shilib ketishgan ikkalasi. Milliy qo'shiqchilik bilan opera yo'nalishini birga olib borganman-da. Ustoz Fayzulla Islomovdan bir savol so'ragandim-da. Ustoz, insonni, ya'ni farzand, bolani iste'dodi bo'lmasa ham mashqlar tufayli ovozini ochsa bo'ladimi? Qo'shiqchi bo'lsa bo'ladimi deganimda ular ha deb javob bergandilar. Sizda-chi, sizda bolaligingizdan aslida iste'dod bo'lganmi yoki siz keyinchalik qiziqib, keyinchalik mashqlar tufayli shunday katta ovozga ega bo'ldingizmi? Endi Dilravoxon bizda tug'ma bo'lganda, men shu aka-ukalarda bizda ukalarim chunki tug'maligi qanday? Men buvamda, onamning otalarida mana shu turkman dostonlarini Go'ro'g'li, Oshiq G'arib, Tohir Zuhro, Sayat Hamro ana shu dastonlarni buvam yod bilardilar. Shu yoddan shu
qo'shiq qilib aytadilar-da. Keyinchalik onamga o'tgan. Men onamni ham mana hozir yoshlari 80 da qo'shiq ayttiraman har zamonda. O'zi onam o'rgatgan bizga qo'shiq aytishlarni, o'sha eski qo'shiqlarni, ustozlarning qo'shiqlarini. Yosh paytimda ham o'sha yosh san'atkorlarni qo'shiqlariga qiziqib aytmoqchi bo'lsam, yo'q derdi onam. Mana shu ustozlarning qo'shiqlarini menga aytiradilar. Komiljon otani yozibdi, Bobomurod Hamdamovni, Olmaxon opani, Farog'at Rahmatovani, Berta Davidovalarni qo'shiqlarini. Mana shularni onam bizga o'rgatishga harakat qiladi. Bu qo'shiqlar o'lmas qo'shiqlar bolam deb mana shu bizga singib ketganda shu onam bizga ustozlik qilgan birinchi. Men o'ylayman endi baribir tug'ma bo'lsa-chi, u boshqacha bo'ladi-da. Baribir ajralib turadi. Albatta, tug'ma bo'lsa o'qish ham shart emas. Masalan, meni ustozim O'zbekiston Turkmaniston xalq artisti Bobomurod Hamdamov. Bir kishi maktabda ham hattoki to'liq tugatmaganlar. Diplom haligi unaqa musiqa sohasida bir kranchilikda, kranovshikda o'qiganlar Buxoroda. Lekin qarang, 3 ta respublikaning xalq artisti bo'lganlar. Ana bu g'oyibdan berilganda Alloh tomonidan. O'sha kuylarni ham qarang, qanday chiroyli kuylar, qo'shiqlar yaratganlar. Faqat ustoz ko'rganlar. Unaqa musiqiy savodi bo'lmagan demoqchiman-da. Endi Fayzulla Islomovga kelsak, ustozimiz u kishi men o'zim 4 yil qo'llarda tahsil olganman. Ustozdachi ham qattiq qo'llik bor. Ham ustozda mana shunday maqtov bilan bir shogirdlarni motivatsiya bilan. Men bilaman bir ikkita talabalarni o'sha vokal ustozlari bo'lmaydi, domlalar bundan chiqmaydi baribir. Boshqa nimaga o'tkazib yuboraylik. Boshqa bo'limlarga, boshqa instrument chalsin yoki boshqa soz chalsin degan paytlari men domlalarni bilaman, o'sha bolani laureat qilib yuborgan joylari bo'lgan. Xalqaro ko'rik tanlovning g'oliblari bo'lgan yigit-qizlar chiqqan Fayzul Islom qo'ldan. Men ustozga ishonaman endi. Ustozlarni yo'nalishi, ularni bir ta'lim tarbiyasi juda ham boshqacha. Bu so'z sehrining, ya'ni so'zning qudratida Albatta. bir farzandga yoki kim bo'lishidan qat'iy nazar qaysidir insonga salbiy fikrlar aytaversangiz, u salbiy tarafga o'zgarib ketaveradi. Shunday. Ijobiy fikr aytsangiz, u ijobiy tarafga albatta o'zgaradi. Shuning uchun ham Fayzulla ustozimiz juda ham bebaholar. Ularni biz juda ham hurmat qilamiz. Ana shunday ustozlarimiz ko'payaversin. Sizning ham shogirdlaringiz bormi? Shunaqa? Albatta. Endi qarangda, masalan, biz yoshligimizda birgina san'at bayramlar bo'lardi. Biz o'qigan davrlarda. Rostdan. Ikkita tumanda bitta musiqa maktab bor edi. U ham o'sha Buxoriston Pomiq qishlog'ida bo'lardi. Endi qarang, hozirgi davrda mana mustaqilligimiz sharofati bilan qarang, har bir qishloqda musiqa maktablar borda. Endi ulardagi bor o'sha imkoniyatlar, ko'rik tanlovlar deysizmi? Endi buni bir so'z bilan ifoda qilish qiyin-da. Meni ham juda shogirdlarim ko'p. Ayniqsa mana shu qishloq joylardan kelishadi, ota-onalari bilan kelishadi. Ustoz shogirdlikka keldik deb avvalambor eshitib ko'raman ovozini, qiziqishini, uni soz chalishi, boshqasi, odobi, ichidagi olovini ko'rishadi. Shuning uchun shunga qarab yo'naltiramizda. Shogird, masalan, marhamat, xonadonim ochiq, kelib bemalol bilmagan narsalaringni so'rab o'rgan. Lekin ta'lim ham olish kerak. Chunki musiqiy ta'lim juda kerak-da bu. Shuning uchun mana yoshlarimiz juda ham ko'pchilik hozir estrada deysizmi, maqom san'atigami, turkmanchami, tojikchami yoki televideniya, radiolarda ham bemalol
aytyapmiz. Hatto Shevada ham aytyapmiz. Albatta, Shevada. O'zbekiston turli tuman shevalariga boy yurt. Har bir sheva o'ziga xos bir shirin joylari bor-da. Shuni Shogirdlar haqida gaplashdik. Asosiy shogirdingiz o'g'lingiz ekanligini bilamiz. O'g'lingizni taklif qilsak bo'ladimi? albatta bo'ladi. Ustozingizni ismini qo'ygan ekansiz. Ha, ustozimni ismlarini qo'yganman. Ustozimga endi juda ham hurmatim cheksiz edi. Shu ustozni yo'llarini tutib, etaklaridan tutib, shu umrzoq bo'ldik desam bo'ladi-da. Ko'p xonadonimda ustozim kelib mehmon bo'lganlar, shu yerda yashaganlar. Shu o'g'illarimni ikkita o'g'lim bor. Mana Bobomurod birinchisi, ikkinchi o'g'lim tug'ilganda ham ustozim uyimda edilar-da. Kelinoyimiz bilan Alloh rahmat qilsin o'tib ketishdi. Keyin ustozimdan so'raganman-da, aytganman, ustoz, buni Bobomurod qo'yganimda o'zim qo'ygandim. O'zingiz kelib mana quloqlardan tortib, duo berib, fotiha beruvdingiz chaqaloqligida. Endi bu ikkinchi o'g'lim tug'ildi. Buni ismini nima qo'yamiz? Deganimizda buni shu Komil qo'ygan. Ham ustozimizning otlari ulug' Komiljon otani yozibdi. Ham ismiga ko'p narsa bog'liq, o'sha komil inson bo'lsin degan maqsadda shuni ustozim taklif berganlar. Ikkinchi o'g'limning otini Komiljon qo'yganman. Bizni avlodimizdan polvonlar ko'p chiqqan. Amakilar, tog'alarimiz. Shunga hozir buni kichkina o'g'limni shu sport sohasiga, ya'ni shu kurash sohasiga juda qiziqishi baland. Shuning uchun ham Komiljonning shu iloji bo'lsa sportchi qilish harakatidamiz. Bobomurod yoshligidan shu qiziqib san'atga buni yoshligidan bildikda, shu 3-sinfligidan buni Toshkentdagi o'sha Gler nomidagi musiqa maktabida o'qishga qo'ydim. U yoqda tugatib madaniyat kollejida tahsil oldi. Undan keyin O'zbekiston davlat konservatoriyasida tahsil oldi va mana o'tgan yili tugatib konservatoriyani hozirda o'zimizda men o'zim o'qigan bilim yurtda ish faoliyatini olib boryapti. Yosh avlodga mana shu musiqa sirlarini o'rgatib kelmoqda. Bobomurod, kelajakda o'zingizni qanday ko'rayapsiz? Mani shu o'qituvchilik faoliyat yurg'izishimdan ham sabab shu, masalan, kelajakda yosh avlod o'zimizni san'atimizni dunyolarga ko'rsatish, masalan, o'zim Nay cholg'usida o'qiganman, konservatoriyada, Gilerda. Shu Nay cholg'usini, o'zbek san'atini cholg'usi shu o'zimni o'quvchilarimga o'rgatib, masalan, chet ellarga, konkurslarga chiqib, maqsad shu o'zbek san'atini dunyoga tanitish. Bobomurod, baribir sizning ham orzu niyatlaringiz bo'lgan. Mana shu orzu niyatlaringizga qaysidir foiz erishdingizmi? Aslida u orzular nimalardan iborat edi? Endi baribir san'atga kirib kelishimiz dadamga qiziqib, men televizorlarda ko'rib, keyin yoshlikdan shu Giler maktabiga borganmiz. Erishdim desam ham bo'ladi. Men yoshligimdan chet ellarga borib, konkurslarda laureat bo'lib, Yevropalarga, Rossiya, Qozog'istonlarda Grand Prix birinchi o'rin sohibi bo'lib kelganman. Endi Xudo xolasa shu o'zimizga o'xshagan yosh avlodni yetishtirib, ularni ham chet elga chiqarib, konkurslarda o'zbek san'atini yana chuqurroq ko'rsatish butun dunyoga. Bu istaklaringizga albatta biz ham qo'shilamiz. Ishonamanki, bu orzularingiz albatta amalga oshadi. Chunki biz imkoniyatlari chegarasiz yurtda yashayapmiz. Endi men so'ramoqchi bo'lgan narsam, bekorga o'g'lingizni ham taklif qilmadim. Bitta jonli ijrodan eshitamiz sizdan. Birgalikda? Birgalikda. Xo'p, bo'ladi. Falon kun
geldishi davron ayıldı şaksvarımdin kim geldi şiye davron ayıldı şaksvarımdan gamım köp ikrin sen bir habersen ah zanarımdin gamım köp bir köyün sen bir habersen ah zanarımdin ubarın işk vadisi de berbat oldu eldekim diyamallarda Mecnun tut diya izler bakarım din diyamallarda Mecnun tut ya izlere bakarım din Kızıl kandır sirişkimzer Farandur çiğeyi alım Kızıl kandır sirişkimzer Farandur çiğeyi alım Məni kim görsə fark etmez kazandırlar Məni kim görsə fark etmez kazandırlar bakarım din Muhabbet derde ölsem ötüp ömrüm adam olganay Muhabbet derden ölsem ötüp ömrüm adam olganay Kamışlar ornada mihri Adaşken it kebi fırkat Kayan var gün bir almasman Kaçan bolay kim tak yeymen Haber yarız diyan Yashang, Rahmat. yashang. Nayga mazza qildim ayniqsa, baraka toping. Judayam sehrli-da nayning ovozi. O'zi ham juda mohir, mahorat bilan chaldi o'zi ham. Ijodingizga omad. Xo'sh, endi bitta savol bermoqchiman Umrzoq aka. Marhamat. Qandaydir bir qo'shiq bormi? Doim aytganingizda ko'zingiz namlanadigan. Men hayotimda 2 marta yig'ladimda. Birinchisi shu otam o'tganlarida 2010-yilda otajonim o'tganlarida yig'laganman-da. Hozir ham yig'layman. Endi shu undan keyin mana shu 24-yilda ustozim o'tganlarida Bobomurod ustoz o'shanda yig'laganman-da. Ustozimdan ayrildim degan bir qo'shiq yaratdim. Shu qo'shiqni aytsam har doim otam, ustozim esimga tushadi-da, shu ko'nglim to'lib so'rashadi-da, hamma joyda aytib bo'lmaydi-da uni. Hamma joyda aytib bo'lmaydi, jonli nimada. Endi ha fonogramma bo'lsa qo'yaverasiz, lekin jonli o'sha juda qiyin, o'sha damlar esga tushadi.
Shuning uchun mana shu ustozim haqida qo'shiq kuylasam, mana shu ko'zimga yosh keladi-da. Yurak yig'lar azoblarga solib meni, xayol ketar g'am g'ussaga olib meni. Qo'lda torim yig'lab qoldi yonib meni, bulbuldayin ovozimdan ayrildim men. Bobomurod ustozimdan ayrildim men. Qo'lda torim yig'lab qoldi yonib meni, bulbuldayin ovozimdan ayrildim men. Bobomurod ustozimdan ayrildim men. Topolmayman sog'inganda izlarini, sog'inaman nurga to'la yuzlarini. Qani endi ko'rsam deyman o'zlarini, bir umrlik hamrohimdan ayrildim men. Bobomurod ustozimdan ayrildim men. Orzu guldir bu dunyoda karvonim ko'p, ustoz birla o'tkazgan gul davronim ko'p. Baribir ham yuragimda armonim ko'p, xalqim suygan e'zozimdan ayrildim men. Bobomurod ustozimdan ayrildim men. Umurzoq aka, mana bugun men juda ham chiroyli libosdaman, to'g'risi. Turkman milliy libosi. Menimcha kelinlarning libosi bo'lsa kerak-a? Chunki men bilmayman-da, bu kelinlar kiyadimi yoki qizlar kiyadigan libosmi? Qizil rangni ham o'zini ma'nosi bo'lsa kerak. Albatta, mana Turkmanistonga juda ham o'sha milliy kiyimlarga juda katta e'tibor berishadi. Mana universitetlarda o'qiydigan Qizlar. qizlarga qizil, Ya'ni qiz bolaga. qizil matodan ko'proq maktab o'quvchilariga yashil. Ular yosh bo'lgan Maktab formasi deymiz-ku. Yashil kiyimdan o'sha yashil rangli o'zlarining kashtalari ustidan o'sha fartuklarni toqishadi. Bu shunaqa yorqin ranglarni turkmanlar yaxshi ko'rishadi-da. Menimcha bu balog'atga yetgan qizning albatta bu o'sha kelinlarni, kelinchaklarni yoki yoshi masalan siz bilan baravar shu xotin qizlar kiyadigan kiyim bu. Mana bu taqinchoq haqida taqinchog'ingiz buni shelpa deydi, shelpa. Shelpa degani sollanib ana qilib turgani uchun shelpa deyiladi. Ana qo'lingizdagilar bilaguzuk deydi, bilaguzuk. Mana bilaguzuk deydi uni. O'sha xotin qizlar, kelinlar taqadi. Mana bu jig'a deydi, boshida jig'a deydi, o'sha marhamat kiyib ko'rishingiz mumkin. Juda og'ir ekan. Albatta endi. Yordam berasizmi? Yordamsiz kiyib bo'lmaydi-ku. Qani? Ana. Men bugun turkman qizi bo'ldim yoki turkman kelinimi? Turkman kelin bo'ldingiz, ha. Azizlar, menimcha juda ham yarashdi. Buni qancha vaqt taqib yurishadi? Kelinlar taqadi. Endi shu kelinlik davrida taqishadi. Qancha vaqt? Endi 1 yilmi, to farzand ko'rguncha. Mana shu taqinchoqlar bilan yurishadi. Kelinlarga ham qiyin ekan, buncha og'ir nima bilan ish qilishadimi shunaqa? Ish ham qilishadi. Yoki u yoq bu yoqqa borishganda. Endi o'sha kelinlarni chaqirishadi-yu. Kelin ko'rdiga, bizada mana kelin salom, kelin ko'rdilarga. O'shanga borganda shularni toqib borishadi. Bu haqiqiy o'sha misdan yoki kumushdan yasalganda, shuning uchun ham og'ir. Mana shu osilgan ajoyib qo'ng'iroqchalar odamga zavq bag'ishlar ekan, kayfiyat berar ekan. Albatta. Sizga juda ham yarashdi. Rahmat.
Men ham juda ham xursand bo'ldim. Chunki O'zichi qarang, O'rta Osiyoda masalan mana o'zbek, turkman, tojik deymiz-ku. Bu ajratib bo'lmaydi-da. Albatta. Hozir mana kiyimini kiyganingizda haqiqiy turkman qizlarga o'xshab turibsiz. Rostdan. Albatta. Turkman shoiri Maxtumquli Firog'iyni bir satirlari esimga tushib ketdi-da. Go'zal ayollarni bag'ishlab, ayollarga bag'ishlab, qizlarga bag'ishlab shunaqa satrlar yozganda, gun xanjari go'kdan yere iynanda, guna qarshi baqan ay go'zalsan. Ussa jabbor ishi sen jab jubbasi, Isfahonda qurlan yay go'zalsan. Keling shu go'zalsan qo'shig'imizni ustozimiz Abdulaziz Imomovning qo'shiqlaridan mana shu qo'shiqni aytib bersam sizga qarab. Aynan shuni so'ramoqchi edim. Tushunmasam ham juda xursand bo'ldim. Rahmat. Bu ayollarni madh qilinayotgan so'zlar ekanligi bilinib turibdi. Qulog'im sizda. Gün hancarı gökten yere inende, güne karşı bakan ay güzelsin. Ussece Paris'i sen can cübbesi, cübbesi, İspaharda kurulan yay güzelsin. Ussece Paris'i sen can cübbesi, cübbesi, İspaharda kurulan yay güzelsin. Güzelsen hey güzelsen, güzelsen hey can güzelsen, güzelsen hey güzelsen, güzelsen can güzelsen. Saç bağı ucunun simdirişmesi, üstünden yol düşse pindur aşması. Ağzın abi haya zemzem çeşmesi, o çeşmesi. Aynen bakın suyun layık güzelsen. Ağzın abi haya zemzem çeşmesi, o çeşmesi. Aynen bakın suyun layık güzelsen. Güzelsen hey güzelsen, güzelsen hey can güzelsen. Güzelsen hey güzelsen, güzelsen can güzelsen. Kızıl desem kızımı al desem al sen. Hindistan'da şeker bulgarda bak sen. Bilen açılan bir tane gül sen. Yusuf Züleyha'nın tayı güzelsen. Her kim güçlü bulsa onu bildirler. Dertli bulun dermanına bildirler. Avının yakşısın şagal irdirler, irdirler. İkbalı bendenin payı güzelsen. Avının yakşısın şagal irdirler, irdirler. İkbalı bendenin payı güzelsen. Güzelsen hey güzelsen, güzelsen hey can güzelsen. Güzelsen hey güzelsen, güzelsen can güzelsen. Milliy qo'shiqdan bahramand bo'ldik, lekin yuqorida Umurzoq aka bilan biz opera haqida gaplashgandik. Umurzoq aka, endi bitta opera aytib berasiz. Endi men o'sha yoshlikda tahsil olganmiz, undan keyin aytmay ketganman-da opera yo'nalishida. Mayli sal esda qolgancha boricha aytib beraman. Maysarani ishi o'sha filmidan Mulla do'st ariyasi bor-da. O'sha yerda keldir roboyo xushdoringman, kechalari yo bedoringman, ishva bilan qo'ling tutib, kechalari yo bedoringman. Mana shu ariyalar ostida katta bo'lganman.
ismim Dilrabo bo'lgani uchun yana ham boshqacha ta'sir qilardi. Albatta. Ayniqsa otajonim, onajonim juda ham erka sevimli qiz bo'lganman. Aynan mana shu qo'shiqni aytib erkalatishardi. Bolaligimni, ota-onamni esga solganingiz uchun Endi ham sizni necha baravarlar Uni tashakkur qarang-da, sizga. tasodif sizni ismingizga mos kelib turibdi-da. Meni bolalikka yetakladingiz. Sizga rahmat. Rahmat, salomat bo'ling. Endi doston haqida ham gaplashgandik. Boya momolaringiz sizga dostonlar aytib berganlar haqida gapirgandingiz. Siz ham doston aytib bera olasizmi? Endi men Yaxshi yo'nalishi. man o'sha yoshligimda maktab o'qigan davrlarimda dostonlarni o'qib chiqqanman hammasini. Tohir Zuhro bormi, Go'ro'g'limi yoki Oshiq G'arib, Shohsanam, Sayat Hamro dostonlarini hammasini onam menga bitta-bitta o'qitganlar-da. Buni o'qib bo'ldingmi? Qani endi ichdan so'rardilar, u yoq bu yoqlardan so'rardilar. Qani o'qibdimi yo'qmi degan ma'noda-da. Undan keyin ana endi buni o'qiysan deb men shu onam ko'p kitob o'qitganlar-da yoshligimda. Mayli hozir endi bu baxshichilik yo'nalishlari ham juda ko'pda. Masalan, Qashqadaryo, Surxondaryo baxshichiligi bor, Xorazm baxshichiligi bor, yoki turkmanlarning o'zini baxshi yo'llari bor. Cidali hasretin yanıma düştü. Cidali hasretin yanıma düştü. Sensiz ötken ömrü canıma neyleyin. Gürcistan'a varar vaktim yetişti. Cesed içre hasta canıma neyleyin. Gürcistan'a varar vaktim yetişti. Cesed içre hasta canıma neyleyin. Sensiz ötken ömrü canıma neyleyin. Sensiz karanlıktır yaktı cihanım. Hayalimde yeler sinem ve canım. Tirikliğim sensen uyravanım. Sensiz ötken ömrü canıma neyleyin. Tirikliğim sensen uyravanım. Sensiz ötken ömrü canıma neyleyin. Cesed içre hasta canıma neyleyin. Sensiz bunda oynamalam gülmedim. Sensiz bakmam gıdıkmanam. Zıgalarım sensiz köyden çıkmanam. Hacı Devlet hanıma neyleyin. Zıgalarım sensiz köyden çıkmanam. Hacı Devlet hanıma neyleyin. Sensiz ötken ömrü canıma neyleyin. Ah yarın ey, aman ey. Sensiz ötken ömrü ey canım neyleyin. Yaşayın. Tushlik vaqti bo'ldi, sal o'tib ham ketdi. Shuning uchun hozir sizlarga o'sha turkman milliy taomidan ichliki degan ovqatimiz bor. Ana shu ichlikini hozir sizlarga o'sha pishirish jarayoni va ozgina o'sha taomdan tatib ko'ramiz birgalashib. Marhamat, endi studiyamiz o'zi joyi uyga emas. Hali studiya xonasi nimasi bor. Bobomurodni Qo'g'irchoq teatrini binosida joylashgan. Lekin uyga hali olib kelib mana shu o'zimiz
yaqin mana uyda ishlaymiz deb olib kelganmiz. Marhamat, hozir o'sha ashula yozish jarayonlarimizni ham ko'ramiz. Undan keyin o'choq boshiga o'tamiz. Bu Mana azizlar, biz studiyaga ekskursiya qildik va Turkman milliy taomidan birgalikda tatib ko'rdik. Ekskursiyamiz juda qiziqarli bo'ldi. Taom esa umuman gap bo'lishi mumkin emas, uni tarifiga til ojiz. Uni sizga men kamera orqali yetkazib bera olmayman. Hidini, mazasini, undan ko'ra o'zingiz aynan mana shu taomni tatib ko'rish uchun Turkman oshxonasiga borib bemalol iste'mol qilishingiz mumkin. Umurzoq aka, hammasi uchun rahmat. Odatda men blitz savollari tayyorlab kelaman. Har bir qahramon bilan mana shu savollarni o'tkazamiz. Blitz savollari qisqa, lo'nda, lekin juda ham tez javob berilishi kerak bo'lgan savollar bo'ladi. Harakat qilamiz endi. Sizga o'zi atiga 7 dona blitz savolni tayyorlab kelganman. Boshlaymizmi? Tayyormisiz? Marhamat, marhamat. Sahna yoki sokin hayot? Sahna. Ertalab yoki tun? Ko'proq tunda ishlaymiz-da biz. Qat'iyat yoki sabr? Qat'iyat. Yaxshi. Eng qimmatli so'z? Sodiqlik. Men ham sodiqlikni juda qadrlayman. Rahmat. Eng katta qo'rquv? Elni nazardan qolish. San'atkor uchun eng katta qo'rquv. San'atkor uchun. Qo'shiqmi yoki sukut? Endi ikkalasi ham ba'zida sukut. Ba'zida Sukut ham kerakli narsa, sukut saqlash ham bu bir nima deydi, o'sha hamma uni qila olmaydi-da. Sukut ham kerak u. Har doim qo'shiq aytib yura olmaysiz-ku. Albatta. Yoshlikdagi orzu qanaqa orzu edi va u ushaldimi yo'qmi? Deyarli ushaldi. Xo'sh, qanaqa edi? Endi mana shu orzularim, men ham katta bo'lsam Qarshi shahrida yashayman. Katta san'atkor bo'laman. Meni ham muxlislarim bo'ladi. Uy joyim bo'ladi, mashinam bo'ladi, farzand bitta erishib kelyapmiz. Endi oxirgi blitz savolimiz, bugungi shukronangiz. Endi shukronada har doim shukr qilaman. Endi haqiqatan ham bugungi shukronam shu zaminda tug'ilganimga shukr qilaman. Mana shu millatim turkman bo'lgandan shukr qilaman. Ajoyib zaminda bir yashashni o'zi tinch hayotda, mana shunaqa to'y, ma'rakalar, yaxshi kunlar, mana shunga shukr qilaman. Farzandlarim tinch, nabiralarim, el-xish, qarindosh urug'lar hammasi mana shunday o'zini ishi bilan, o'zini tashvishi, o'zini quvonchli kunlari boshqasi bilan mana shunga shukr qilaman. Umurzoq aka, mana shukronalik haqida gapirdik, orzular haqida gapirdik. Armoningiz bormi?
Armonlar bor albatta. Armonlar bor. Bunday o'ylab ko'rsam bor ekan. Hali endi o'shalar armon bo'lib qolmasin deyman. Endi nimaligini aytayotmayin. Mayli. Agar Lekin aytgingiz kelmasa aytmang. o'shalmagan orzular, niyatlar qachon armon bo'lib qoladi? Shu umringiz tugagan bo'lsa, armon bo'lib, ungacha harakat qilamiz o'shalarni armon bo'lib qolmasligiga. Armonlarning ichida otam yo'qlar hayotimda. Ko'p yaqinlarimiz, ustozim o'tib ketdilar, bular armon. Endi hali yana ham odamni, insonni armonlari bo'ladi, lekin o'sha ko'p armon bo'lib qolmaslikda insonni qalbida insonni o'zi ham harakat qilish kerak, shularga armonlarga yetishishga, erishishga. Bearmon inson menimcha bo'lmasa kerak. Endi bundan keyin armonlar bo'lmaslikka harakat qilamiz. Umrzoq aka, juda ham mazmunli suhbat bo'ldi. Ayniqsa jonli ijrodan, mana bu milliy kiyimlardan juda ham zavq oldim. Azizlar, menimcha sizga ham unutilmas lahzalarni biz tuhfa etdik deb o'ylayman. Umrzoq aka, tomoshabinlarga, yosh avlodga aytadigan so'zlaringiz bo'lsa, marhamat. Avvalambor sizlarga katta rahmat. Birinchi marta shu 94-95-yillarda meni O'zbekiston farzandiman degan bir qo'shig'im bilan shu Qashqadaryo televideniyasida tanilganman-da. Men shuning uchun juda ham hurmat qo'yaman bu jamoaga. Bir paytlar o'zim ham xizmat olib borganman, ko'rsatuvlar tayyorlaganman, jonli ijroda san'atkorlar bilan. Bugun juda ham bir chiroyli, men o'ylaymanki, suhbat bo'ldi. Albatta bu muxlislarimizga ham yoqadi degan umiddaman. Sizlarni ham ishlaringizga omad tilayman. Har doim mana shunaqa xalq bilan yaqin bo'lib, mana shunaqa chiroyli ko'rsatuvlarni tayyorlab, mana shunday elda olqishini olib yuraveringlar deyman. Bizlarni san'atkorlarni ham ko'p shu xalqqa tanilishiga hissalaringiz juda ko'p. Ishlaringizga omad yor bo'lsin. Bizning xonadonimiz har doim ochiq sizlar uchun. Nimaki yaxshi kunlaringiz bo'lsa, to'ylaringiz, ma'rakalaringiz, bayramlar bo'lsa, biz ham borib xizmat qilaylik qo'limizdan kelganicha. Aytganingiz kelsin, sizga ulkan tashakkurlar. O'ylaymizki, sizning ham kuningiz mazmunli o'tdi menimcha. Albatta. Rahmat. Milliy qo'shiq bu vaqtni to'xtatib qo'yadigan sehr. Bugun biz nafaqat san'atkor, balki ota, rahbar va millatga xizmat qilayotgan bir fidoyi inson bilan suhbatda bo'ldik. Umrzoq Qobatov ovozida tarix, qalbida sadoqat bor inson. Biz bugun ana shunday samimiy bir insonning xonadonida mehmonda bo'ldik. Sizlar bilan yana bir ijodkorning xonadonida uchrashguncha xayrlashamiz. Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz va sog'inib qolamiz.